Melisa bo'lsa qayoqqa qochib qutulamiz? Ha, Dilnoz, ertaga institutga borasanmi o'zi? Jinnimisa nima deyapsan? Qanaqa qilib pul topishimizni tushundinglarmi? Savollar bormi? Ko'rdingmi? Murod bilan Rashidni militsiyaga umuman aloqasi yo'q demaganmidim? Endi ishondingmi? Nazokatxon, xijolat bo'lganingizni ko'rib o'zim ham juda noqulay ahvolga tushib qoldim. Balki Antaliya haqida menga ham gapirib berarsiz. Ochig'i sizga juda achinayapman. G'ofur aka, tergovchilarga baribir. Sizni ichki ishlarga bo'limga olib borsam, o'ylab o'tirmasdan mana bu jinoyatchiga sherik qilib yuborishadi. Yoki yana risk qildingizmi? Bu ishda tavakkal qilish xavfli. Ishga kirishishdan oldin o'lja haqida ma'lumot yig'ish kerak. G'ofur mahalladoshim. Bankda puli borligini og'zidan gullab qo'ygan. Demak, kuchli hakkerlar ishlayapti. Bizni chalg'itmoqchi bo'lishyapti. G'ofur Karimovning pullari o'tkazilgan plastik karta egalari nima deyapti? Hech biri pul o'tkazgan odamga aniq bir ta'rif bera olmayapti.